xotinni ko'z qachon to'yar? Xotin qirg'ancha oshko'zlik ketib boramdi yoki joni oshko'zlik bisib ketib boramdi. Qirg'anda namozimizni vaqtida o'qib ibodat qilib o'tirsak bo'lmadi. Pul tepib nima qiladi? Hey! Xudo jonni olmoqcha xo'saq ochidi. Og'riymiz. To'y tekin, o'lim jitimning hammasiga pul ketadi. Hatto o'lgandim uchun, go'rga pul tepmay berib xotirjam yotolmaysan. Hey! Mana mush telefonni qo'ygandan beri bolalarning qo'liga qarmaydi, biroqdan ketyapmiz-ku. Hey, mush telefonni o'rnatishchi bolalarni az-avar qildikmi? Saqallik ash qo'zaq to'ymabdi deb to'pi qo'ymasdimi biz bolalarning qo'liga qarab qolgan emas. Qachon mush telefonni o'rnatdim? Meni xotirjamligim buzildi. Vaqt namoz o'qiganim bo'lmagan qara. Hey, to'l da'vamanlar. Men mush telefonni o'rnatgandan beri qiz yigitlarning gapini anglab, ish pishig'i bo'lmay, og'rimay, silimay bir obdan bo'lib qoldi. Burunqidek to'la og'rigan bo'lsam, silimi bolalarmi avar bo'lardilar. Mana hozir bir obdan bo'lib qoldim-ku. Hey, bir kishining oldida so'z tijoratning gap bo'layotgan. Hozir sotda qiz yigitning bitishadigan to'ptaq parchamal bozor o'pdi bu. Happali, silimi qizlarning yigitlarga eglab turib qolgan gaplarini anglab, ko'zlari qerimishining ko'zak mo'shta qoqirab, gulqaqalari ichilib, kulib, xiliqib, oyog'in shiryak tushib ketadi ekan-ku. Bo'ldi, qalaymi gap qilmanglar. Mana peshimni vaqt bo'lib qopti. Men joyimga kelman. Men o'lkida. Undaq bo'lsa-ku, men kirlarni yuvib bo'ldim. Choy qop siqib yeyversammi bo'ladi? Yeyvetibmi ben peshimni o'tadi. Birdan o'tib turib. Kirlarni yig'ishtirib boqcha, namoz qazo bo'lib ketdi deyman. Aytinglar shu soatda men qildim. Mana. Hey, men qaranglar, men peshim qitib olti osh pishimi vaqt bor ekan-ku. Bu yerdan oldirab buni deb chiqib elibsa, mesjidning oldi haqilab, uni deb parasib o'tag'ini, to'la gap qilmasdan qisib o'tirib turinglar. Men peshimni o'tab chiqib. Birdan o'tab turib, agar chiqmaydigan bo'lsang, korimni ketaverman. Nima? Nima dedinglar? Yana bir deb qiringlar. Korim yo'q. Korim bor xotin, korim bor. Bu ish qo'llarni so'ngishlarga amonlar qaranglar. Bu qo'llarga bekini chiqarman, ko'zimga shu yo'lbasda ko'rib ketsa-jiba. Ishimni qilaman. Ne saklayın. Bularni opirgan, obirgan. Halamlar tushliq, gapilinglar juma. Astagfirullah. Bu shu qiyg'asi qo'llarni seqirib, og'riydigan bo'lib qoldi. Qo'llari seqirib, og'riydigan bo'lib qoldimi? Qo'llari qattiqroq silkivatdimi? Seqiradigan bo'lib qoldi. Bunday deslar, seqiraydigan bo'lib qoldi. Lip qisib o'tiribdi. Mush orkunda oldi qitim vayjallab og'irdim deb yetib olgan ma xotinni. Bu qiz yigitning tepinlari saqaytib etdimi? Ba'zi tepin egallari cho'shaq qiladigan bo'lib oldi. Men ensirayman juma.请呼2822不幺幺227，电话是2358-377请多呼，几呼几遍啊？谁打的窗户？Kim o? Seydullah. Voyey! Seydullah kaçkensen ku sen? He? Kim oldu? Niyazikin Bey'in özü ku sen? Vay çık yüzlümü çık kazzap. He? Niyim de çak vurdu? Ben sana diyendim ku?
bundan keyin menga çanqı urma. Men toy qildigan boldim de. Endi bola. Hazır vaqı men toy qildigan yigitimga çanqı urdim. Onun bilan bugun dal mushu vaqtda, mushu atrofda tunchi yuz ko'rishmoqchi. Qanda, shida tazi ko'rishimiz. Bizchu telefonda bir qatim ko'rishgan. Bugun tunchi yuz ko'rishmoqchi. Sen bilan hergiz mumkin emas. Ha xotni qo'yib, og'iz bo'lmagankin, panoh xotni o'l tazar. Vay can, vay taz bolamdı, maz bolamdı, erning ornida turpas bo'ldi. Qog'iniga men bor. Bo'ldi qizimiz o'tgan qizchaq. Mening bek muhim gapim bor. Chanqi qaytarib olsammi bo'ladi? Men ma telefonni bekor so'zlashmayman qarab. Pul to'lab so'zlashman. Odamning beshti maraqchida qarab turmay, boshqa yerga buring a. Ben sizni bekor so'zlashamdikin demadim. Bu telefonda yolg'iz siz so'zlashmaysiz. Boshqa odamlar ham so'zlashadi. Shunga gapni qisqaroq qilib, o'zingizdan boshqalarni o'ylab qo'ymamsiz. Hozir kim boshqalarni o'ylaydi ekan? Boshqalarni o'yladim deganlarning hammasi aldamchi. Ular shu o'zini chingdab, boshqalarni joylig'ini shundoq joylaydi. Bundoq nasihatlaringizni va berib, ahmoqlarga deb bering a. Ha. Hey kalba, bundan keyin hergiz chanqi urma. Voy, men bir to'y qilib olay. Ha. Shunda. Ma'qul, to'y tugisin. İpini keltirib, chanqini men savurman. Uy. Sen o'lmaydigan sarong'u, shu unutolmaydigan o'xshayman. Ha. Meni bilsang-ku, to'y tugisin, eplab-saplabsin erimni og'ini qilib o'taman degina. Shuni ol hammish yeni burunqidek o'z beti ketilaverdi. Ajab qildi qiz bo'ldi-ku, mening qizimdek abolning oldida nomus qilyapman juma. Ma'qul, biroz taqir qila. Ha. Hey, boshqa birsini tepamajmi? Xotinimga deb qo'yma bekor. Ma'qullar, xo'sh. Telefonda mana yo'llatdim ha. Bana hozirli chaqirgandim. Men sizni oyoqqa berib burum degan. Bu telefon sizningmi ekan? Nimada hadingizdan ochsiz? Kim hadini eshitdi? Meni haqoratlash nima haqimiz bor? Bakka, Bo'ldi qilaman. Bu o'g'il o'g'anikin qizlar tamomlagan qilgan. Boyatini bir yer başka umudunuz. Ama saklaganda ciddi saklap durun. Kimsiz uzarsiz. voy tag'a, men hozir qaytirmasam haq ketib qoladi deyman. Bunda olsun. Ben unutanay. Eğer kilpik kimsiz vurum. Ma'qul. Qanday dedim, oppoq umaq qiz. İşte. Nereden geldi bu bir nima? Adam Ben- ruhuyla çapliş. Nereden keldi ekan tam? Telefonda qo'liga bir elib olsa, ishchini eshakchilik ulab boshlasa, noz qilib, yigitini aldab, rudi payda chaplashadi. Meni haqoratlash nima haqim bor? Hey! Voy telefon so'zlasam men so'zlashdim. Voy işte. Aslında bunu böyle kız yaptın. Yolunuzun mu cidden tepemeyin. Güzel. Bak kaç numara bir saat çıkan. Bu bizim telefonun numaramız mı var? Estağfurullah. Bu telefon numarası? He? 235 83 77. Aman ne buna? He? Bana çanqı urgansızmı? Men bunu Toh qildi, toh. Men almoqchi bo'lgan qizim o'sha o'g'im edi. Vay issit, vay issit.
yaman yerden tutulup kaldım ha. Bek makamlaşkan kasap etken tuttu. Kızcak. Meni мәңгілік бәқті қылмақчы болған сізмітіңіз? Ata-analары obdan adamlarken de koşup optu mendik. Siz aşı ata-analarınızı oylap baktınız mı? Yüzünüzün kelgüsüde anı buludu kaldığınızda oylap baktınız mı? Ballağının aldı da Allah'ın burçunu kandak buldu kaldığını oylap baktınız mı? Ne isil arzu armanlarını konup tükken balam. Sinimdek bir adamın kanıdın küsse. O kandak adam bulup çoğun bular ha? Ben kandak bulup gite boğuytum. Ey kızcak. Oyunum aldım, kılıp aldım, itip aldım deme. Soruğa bağ cahan bu. Bir günü bulması bir günü edilinizni yapkalısınız. Yenimi tatıvat kaldırımız az mı? Ben bunlar kız olmam. İlmimiz ve kız olup böyle. Bizim oğlum rahmet daha erzimeydi. Rahmet. Sizin köp rahmet daha. Ben söz düşenmegen. Bana rast gep durgan telefon dostum. Sana mı rahmet? Hoş da. Bu kanda canım bop gitwatıdı. Bu yaşlar nim bop gitwatıdı. Kim bizni işit ahlakımız. Kim uladık ardımız. Ayağımızı iştah yok itim marcan büyü degendek. Bu yaşta üzgü bakmayın Amerikalıktın mı iş gitti tam nime? Hey! Ha kutu! Hey kızlar!